Assalomu alaykum hurmatli aka-uka dehqonlar. Mana bugun Avaz akamiz bilan birgalikda mana shunday ajoyib dehqonchiliklarni olib chiqish maqsadida mana shu videoni tayyorlayapmiz do'stlar. Hozir mana akamiz sizga mana shular haqida to'liq ma'lumot berib o'tadi. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mening ismim Avaz. Shu dehqonchilik bilan, shu tarvuz mahsulotlari bilan shug'ullanib kelamiz. Tarvuz mahsulotlarini yetishtirib kelamiz. Necha yildan beri shug'ullanasiz mana shu tarvuz dehqonchilik bilan, tarvuz ko'chatlari yetishtirish, tarvuz yetishtirish bilan? Tarvuz yetishtirish bilan aka biz podplyonka ekamiz. 5-6 yildan beri shug'ullanib kelamiz. 5-6 yildan beri shug'ullanib kelamiz. Bir qora akamizga shogird tushganmiz. Allohga shukr, mana sir sanoatlarini o'rgatgan. Evaziga mana Xudoga shukr yaxshi natijalarga chiqib, mana endi o'zimiz ko'chat yetishtirish tushib, mana yetishtirib turgan ko'chatlarimiz mana tayyor bo'lgan holati. Avaz aka, nega aynan mana shu tarvuz ko'chatlarini yetishtirishdan shug'ullanasiz? Bu o'zimga yoshligimdan qiziqardim, tarvuzga ham. Endi buni tarvuz yetishtirishga, tarvuzga qiziqqan odam bir ishlab ko'rsa, bir yaxshi narsa ekan. Buni ishlagan, bir yetishtirgan odam buni yeyishdan ham ko'ra bir yetishtirib chiqarishingiz bir odamga bir lazzat bag'ishlar ekan. Albatta, men ham bir necha yillar oldin tarvuzga qiziqish bilan mana shularni yetishtirish, urug'larni undirish bilan shug'ullanaman deb biogomus sohasiga kirib kelganman. Bundan tashqari yana qanday urug'larni undirib bera olasiz, ko'chatlar tayyorlab bera olasiz? Misol, yangi boshlayotgan nimalarimiz bor, kuzatuvchilarimiz bor. Mana shularga qanday urug'larni yetishtirib bera olasiz? Bu ko'chatlarimiz hozir podplyonka ekiladi. Podplyonka ekiladigan ko'chatlarimiz qisman tayyor bo'ldi. Keyin ochiq dalaga bez plyonka ekiladigan, g'allani iziga ekiladigan, piyozning iziga ekiladigan ko'chatlarimizni ham tayyorlab beraveramiz. Yaxshi. Mana shu endi tarvuz ko'chatlaringizda undirib olishda qanday tuproqdan foydalangansiz? Buni qanday tayyorlagansiz? Buni qorishmasini. Qorishmasiga o'zimizning tuproq, dala, toza tuproq deydi. Toza dala tuproq deymiz. Toza tuproq bor, biogomus bor, torf bor. Shuni aralashtirib, qorishmasini aralashtirib tayyorlaganmiz. Buni tarvuz ko'chatlarini qanday qilib ekishdan oldin qanday qilib tayyorlaysiz urug'larni? Urug'ni o'zimizning tilda aytganda bir kun ivitib qo'yamiz. Suvga, iliq suvga ivitib qo'yamiz. Iliq suvga ivitib qo'yamiz. Bir sutka ivib turadi. Bir sutka ivib turadi. Ivigan ko'chat suvga to'yadi. Suvga to'ygan ko'chat, masalan, ana urug'lar o'zi suvga to'ygani bilinadi. Buni olib bir issiq joyga qo'yib, bir sutka, 2 sutkagacha buni kutamiz. O'zi bilinib qoladi. Meni tashla degandek qilib. Nam holatga qo'yib. Nam holatga qo'yib. Buni biogomus bilan tuproqqa tashlaymiz. Aziz kuzatuvchilar, mana tarvuz ko'chatini urug'ini olgandan keyin bir sutka iliq suvga ivitib qo'yar ekanda, bir sutkadan keyin olib lattaga o'raysizlarmi? Lattaga o'rab, issiqqina iliqroq joyga qo'yib qo'yar ekan. Necha kungacha turadi? Necha sutkagacha? Buni tarvuz ko'chatida har xil urug'lar bor. Bir xil urug'lar bor, tez unib chiqadi. Bir xil urug'lar bor, kech unib chiqadi, yorib chiqishi. Tarvuz urug'laringizning turiga qarab mana shularni sutkalab qo'yish mumkin. Ya'ni 1 sutkadan 3 sutkagacha mana shunday lattaga o'rab qo'yish mumkin ekan do'stlar. Endi Avaz aka, mana bu mana shunday chiroyli qilib tarvuz ko'chatlari yetishtirgan ekansiz. Bunda nimalarga ahamiyat berish kerak bo'ladi ko'proq? Buni birinchi o'rinda teplitsa tanlashda, joy tanlashda adashmasligimiz kerak. Joyimizda temperaturasini bir xil ushlab beradigan mana bunaqa teplitsalar, mana bunaqa sharoitlar bo'lishi kerak, отоплениyalar bo'lishi kerak. Bu o'zimizning Muzrabot tumanida Olim hoji o'rtog'imiz bor, do'stimizning teplitsasida bu sharoitlar qilingan ekan. O'shanga tayyorlab qo'ygan joyimiz. Yaxshi, juda yaxshi. Bular endi mana shu ko'chatlaringizning navlari qanday navlar bular hozir? Bular gibrid. Gibrid. F1 degan navlari. Bular masalan buning nomi Zarabina deydi. Zarabina. O'tgan yili bir Eshon bobomiz bu ko'chatni olib tayyorlagan. Mana Zarabina. Bu tarvuz ildiz sistemasi juda baquvvat. Ildiz sistemasi juda yaxshi. Kattaligi ham bitta tarvuz ikkitadan boqadi. Yeringiz kuchli bo'lsa. Yer kuchli bo'lsa. Yer kuchli bo'lsa ikkitadan boqadi.
Kuniga kelganda pachi Dolby bilan raqobatlash qiladi. Dolbyni hamma biladi. O'zimizning Dolby navli tarvuzimizni o'zi dehqonlarimiz erta pishar. 65-70 kunlik. Bu tarvuzimiz Zarabinani o'tgan yil ekib ko'rganmiz. Shu bilan bemalol raqobatlash qilyapti. Shuning uchun Zarabinadan ekkanmiz. Urug' tanlashda adashmangizlar do'stlar. Shuning uchun mana shularga e'tibor berishingiz kerak. Mana Zarabina, mana Zarabina. Mana bu Dolby. Misol ikkalasining farqini ko'rsataman sizlarga mana. Mana Dolbyning tomirini ko'ryapsizlarmi? Zarabinani ko'ring. Baribir Dolby, lekin ildiz sistemasi baquvvat Zarabinani. Juda yaxshi. Yaxshi. Avaz aka, endi mana shu tarvuz ko'chatini undirib chiqarishda eng ko'p qilinadigan xatolardan bir 3 tasini sanab bersangiz. Birinchi xatolik bir tarvuz tayyorlashda tarvuzim unib chiqmayapti, nimaga chiqmayapti deb dehqonlarimiz ustiga suvni quyaveradi. Bu katta xatolik. Namlikda oshib ketadi. Конечно, namlikda oshib ketadi. Namni oshirgandan keyin tarvuz urug' chirishga keladi. Chirib ketadi. Ikkinchi xatolik. Ikkinchi xatolik suvni quygandan keyin ustiga kelenkani yopib qo'yamiz. Kelenkani olmaslik. Men issiq saqlayman. Tarvuz ko'chatlarim unib chiqish kerak hammasi deb, mana unib chiqqan ko'chatlarni ham o'stirib qo'yishlik. Tushunarli. O'stirib qo'yamiz. Uchinchi xatolik nimada? Uchinchi xatoligi issiqlikda normada ushlash kerak. Issiqlikda temperaturani bir xil ushlab turish kerak. Kechqurun 15 dan past bo'lmasligi kerak. Kechqurun. Issiqlik necha darajagacha bo'lishi mumkin? Ko'chatlar unib chiqquncha. Unib chiqquncha, unib chiqquncha 30, 25, 28. Unib chiqqandan keyin ozroq issiqlikni pasaytirsak bo'ladi. Pasaytirish. O'sib ketishiga nima sabab bo'ladi bu ko'chatlarda? O'sib ketishiga issiqlik me'yordan oshib ketishlik. Me'yordan issiq oshib ketadi, dimlanadi, deb palak o'sib ketadi. Bu shamollatib turishlar haqida qanday fikrlardasiz? Bu shamol berib turish. Shamol berish bu juda ajoyib, bu kerak narsa. Havo berish. Havo berish, shamol berish. Shamol berishlik bu ko'chatni qotiradi. Tanaga yaqday kelgandan keyin ko'chat o'sishdan to'xtaydi. Avaz aka, endi bunda qanday xatoliklarga yo'l qo'yish mumkin tarvuz ko'chatlarini yetishtirishda yana? Bunda suvni ko'paytib, ko'p quyib, namlikda oshirsa, bu qorason kasalligiga duchor bo'lish mumkin. Ildiz sistemasi kasallanadi. Suv nam ko'payib ketgandan keyin qorason bo'lib, ildizi kasallikka duchor bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ertalab kelasiz, shamollataman deysiz, temperaturaga qaraysiz, temperaturangiz 25-28 u yotibmi, kun qizib ketganmi? Uni birdan hamma tarafni ochib tashlash kerak emas. Shamollaydi ko'chat. Shamollaydi. Terlab turgan narsani birdaniga yaqday narsa olib kelasiz, ko'chat shamollatib qo'yasiz. Xuddi insonga o'xshar ekan-da bu ham. Bu odamday, insonday. Shuning uchun do'stlar, mana shunday shamollatishlarga ham e'tibor berishimiz kerak ekan. Mana soati 10-11 larga borib, xonani ichi issiq bo'lib ketganda birdaniga hamma tomonni ochib tashlamaslik kerak ekan. Agar ochib tashlaydigan bo'lsak, mana shu ko'chatlarimiz shamollab kasallikka uchrashi mumkin ekan. Shuning uchun kun chiqmay turib, shamollatmoqchi bo'lsangiz, kun chiqmay turib, hamma teshiklarni ochib shamollatishingiz mumkin ekan do'stlar. Avaz aka, endi bir mavsumda hozirgi kunda mana shu yerda qancha ko'chatingiz bor? Bu yerda 300 mingta ko'chat bor. 300 mingta ko'chat bor. Bu yerda hozir o'zingizga ekishga ekkansiz. Bundan tashqari sotishga ham ko'chatlaringiz bormi, yo'qmi? Bu o'zimizga ekkanmiz, o'zimizga 5 hektari o'zimizniki. 5 hektar tarvuzimiz o'zimizniki. Qolgani odamlarniki. Zakaz qilgan, iltimos shu ko'chat tayyorlashga. Hozir tayyorlab beryapmiz. Hozir shu kecha kunduzda ko'chatingiz bormi ortiqcha? Bor ko'chatimiz. Ko'chatlari bor ekan do'stlar, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Avaz aka, bundan tarvuz ko'chatlaridan tashqari mana dehqonchilik bilan shug'ullanib kelar ekansiz. Bundan tashqari yana qanday ko'chatlarni mana shu kuzatuvchilarimizga tayyorlab bera olasiz, dehqonlarimizga tayyorlab bera olasiz? Kuzgi, bahorgi, yozgi ko'chatlardan. Bu ko'chatlardan tashqari masalan o'zimizning karamlarimiz bor. Karam yetishtirish bo'yicha. Karam ham ana qilganmiz. Instagramimizda bor, o'zimiz video sahifalarimizda bor. Karam yetishtirib bera olamiz ko'chatlarni. Karam yetishtirib. Xohlagan karam ko'chatini qilib beramiz. Mana sizlarga eng zo'r ma'lumotlardan bittasi. Xohlagan karam ko'chatlaringizda menga juda ko'p odamlar telefon qilishib, karam ko'chat kimga tayyorlatsak bo'ladi, qayerdan olsak bo'ladi deb murojaat qilishadi. Mana bemalol Avaz akamizga murojaat qilib, karam ko'chatlarni yetishtirishlaringiz mumkin.
Xudo xolasa bu ko'chatlarning dalaga qanday ekilishlari haqida barcha videolarni qo'yib boramiz. Mana Avaz akamiz bilan birgalikda barcha tarvuz ekishning, tarvuzni ko'p mo'l hosil olishning barcha sir asrorlarini mana shu Avaz akamizdan o'rganamiz. Avaz akamizni o'zining Instagramda tarvuz qovun uz degan kanali bor. U tomonga o'sha kanalga o'tib ko'rsalaringiz, tarvuz ko'chatlari qanday yetishtirilgan, karam ko'chatlari haqida, yetishtirish haqida to'liq ma'lumotlarni Avaz akamizning tarvuz qovun uz kanalda ko'rishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar do'stlar. Mana shunday ajoyib videolarni chiqarishda sizlarga davom etamiz. Dehqonchilik haqidagi barcha videolarni bizning kanalimizda kutib qoling.